Mening qizim Mayrani maqtayla o'ltirdi kampida. Akirkitib tutib, akirkitib 8 kunda o'ldi deb xabarlar chiqdi. Lekin men bir oy bo'lganda o'qdim. Lekin aniq men unda xabar yo'q. Lekin qizimni o'ltiribdi. Men navlarim yetib qoldi. Navlarim boqadigan odam yo'q. Men bu yerda bütün qarindoshlar bunda yetmaydi. Hammadan chiqayli, tuqqanlarimizni izlarini qilayli. Biz chiqib urug'dan ko'rganlarga o'rjili, din olimlarimizning buzurug'ini qilayli. Maqtaylardan hisobni olli. Hammalar uyda yotmayli qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Mirvangul Turkistonning Aqsu shahridan mening qizim Mayrani maqtayla o'ltirdi kampida. Akirkitib tutib, akirkitib 8 kunda o'ldi deb xabarlar chiqdi. Lekin men bir oy bo'lganda o'qdim. Lekin aniq men unda xabar yo'q. Lekin qizimni o'ltiribdi. Men navlarim yetib qoldi. Navlarim boqadigan odam yo'q. Men bu yerda bütün qarindoshlar bunda yetmaydi. Hammadan chiqayli, tuqqanlarimizni izlarini qilayli. Biz chiqib urug'dan ko'rganlarga o'rjili, din olimlarimizning